Respublikamiz hududida uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatiga chek qo'yish, kriminal holatlarning oldini olish hamda o'zini qonunlardan ustun qo'yib, noqonuniy yo'llar bilan daromad orttirishni maqsad qilgan shaxslarga nisbatan huquqni himoya qiluvchi organlar tomonidan qat'iy va murosasiz kurash olib borilmoqda. Xususan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda uyushgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Guruh yetakchisi Madumarov Sherzod 1992-yilda tug'ilgan, laqabi Chikko. Uning jinoiy sheriklari Sobirov Abbos 1997-yilda tug'ilgan. Muqaddam Jinoyat kodeksining 168-277 moddalari bilan sudlangan. Rustamov O'tkir 1998-yilda tug'ilgan. Ular oldindan jinoiy til biriktirib, o'zlarining noqonuniy faoliyatini olib borishgan. Aniqlanishicha, jinoiy guruh a'zolari telefon sotib olmoqchi bo'lgan fuqaroga narxi 1800 AQSh dollarlik 2 dona iPhone 16 Pro rusumli telefon apparatini 2 oy muddatga qarzga sotadi. Aytilgan muddatda pullarni olish uchun mijozga qo'ng'iroq qilinganda, kelishilgan vaqtdan 2 kun o'tib ketganligi va'j qilinib, 1800 AQSh dollar bo'lgan telefon apparatlari uchun 3800 AQSh dollari berishini talab qilishgan. Mijoz kelishilgan muddatda pullarni tayyor qilib qo'yganligi, ularni topa olmaganligini aytib tushuntirganida turli so'zlar bilan haqorat qilingan, hatto o'ldirish bilan qo'rqitilib, bosim o'tkazilgan. Jinoiy to'da bir emas, bir qancha fuqarolarni qo'rqitib, zo'ravonlik yo'li bilan tovlamachilik jinoyatini sodir etib kelgan. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxslarning jinoiy faoliyatiga chek qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda ushbu jinoiy guruh harakatlaridan jabr ko'rgan bo'lsangiz, zudlik bilan ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga murojaat qilishingiz so'raladi. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Andijon viloyatida uyushgan jinoyatchilikka qarshi qat'iy kurash choralari davom ettirilmoqda.